Assalomu alaykum qadrli til o'rganuvchilar. Mening ismim Farmonbek. Bugundan e'tiboran sizlarga turk tilini oson va qulay shaklga o'rgatib boraman. Turk tilida 29 ta harf bo'lib, ularning 21 tasi undosh, qolgan 8 tasi esa unli harflardir. Keling endi ular bilan tanishib chiqsak, ya'ni alfabet. Alfabet o'zbek tilida alifbo. Demak, birinchi harfimiz A, B, C, Ch, D, E, F, G. O'zbek tilida G tovushini beradigan harf turk tilida yumshoq G yoki Y tovushini beradi. Keyingi harfimiz H, U, I, J, K, L, M, N, O. O, P, R, S, Ş, T, U, yumshoq U va Y, Z. Shunday qilib 29 ta harfimiz tugadi. Bular shu tarzda o'qiladi. Agarda yanada qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.